Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana 2025-yil 24-sentyabr bizda viloyat Baxmal tumani Dang'ara qishloq fuqarolar yig'inidamiz. Jahongir hoji akamizning bog'idamiz. Shukrul aka. Bog'lar to'g'risida. Assalomu alaykum Jahongir aka. Va alaykum assalom. Hormang endi. Salomat bo'ling. Xirmonga baraka. Buguningizga baraka. Eng zo'r vaqtiga keldingizda, olmalar chiroyli bo'lgan vaqtiga keldingizda, bir qarang, bir havas qiladigan joyiga keldingiz, lekin bunaqa qilib olish o'zi bo'lmadi-dek. Ha, hozir eshityapman. Endi natijalarini sizlar ko'ryapsizlar-da endi buni. Qanday effekt bergan, olmalar qanday bo'lgan. Olmalarimiz juda chiroyli bo'ldi, alhamdulillah, Allohning amri bilan. Bizning bog'imiz 27 gektar. Asosan hosilga kirgani 20 gektar. 20 gektar. Olmamiz 10 yoshli. Olmalarimiz hozir 30 kilodan past emas, yuqorisi 50 kilogacha solgan. Har bir tupida. Bizlar shu 3 yildan beri birga ishlaymiz. Bundan oldin ham ishlaganmiz. Endi bu tashkilot bilan ishlayapmiz. Bu sizlarning tashkilotlaringiz bilan dorilarni shu kuzdan boshlaymiz. Shu yana kuzga kelib to'xtaymiz. Effekt beryapti. Kuzdan boshlaymiz-da, chunki kuzdan sepamiz, o'sha narsalar effekt beryapti. Keyin bahorga chiqamiz, bahorda yana sepamiz. Ular ham effekt beryapti. Hozir ko'rgan bo'lsangiz, bir dona o'rgimchak kana yo'q, bir dona qurt yo'q olmada. Shunchalik darajada to'g'ri. Bir dona qurt yo'q, bir dona o'rgimchak kana yo kasallik yo'q. Sababi bu narsani har 15 kunda beramiz. Masalan, aytamiz, oldindan kelamiz, shuni oldini olamiz. Tagini yashil ushlaymiz. Oldindan bilamizki, shu baribir keladi. Shu qurt har 15 kunda vegetativ davrida sepmasak, qurt tushadi, olma qurtlaydi. Boyagi o'rgimchak kanani vaqtida sepmasak, u ham bo'lmaydi. To'g'ri. Har bir sepganimizda qo'shimcha oziqa sepamiz. Bunga ishlov beramiz. Oziqa qo'shib ishlatasiz o'sha yoki nimaga? Doriga qo'shib sepib ishlatamiz. Olmani yashnatadi, chiroyli qiladi, barglarni katta qiladi. Bir yayrab turadi. Mana shu territoriyada bunday qarasangiz o'zi qop-qora bo'lib turadi. Olmani rangi qora bo'lishi kerak, baribir o'zi. Bilmayman, shundaymi? O'z tartibi shunday bo'lsa, bizlarniki boshqalardan ajralib turadi. Endi maqtanish emas-ku. Bu ishlovdan bo'lsa kerak-da shunday. Albatta. Aytgan darimizda hammasini topib beradi. Rahmat. Baxmal zonasida solkashlik degan narsa bor. Solkash deganimizni endi boshqa joylar tushunishavermaydi. Demak, 1 yil qilib, 1 yil qilmay qolishini 1 yili juda ko'p hosil beradi. Solkashligimiz. Solkashlik o'sha 1 yili ko'p soladi, 1 yili solmaydi. Bizlarda o'rganib qolganki, nima deydi? Olma 1 yil soladi, 1 yil solmaydi deydi. Bunaqa narsa bo'lmaydi. Shunaqa fikr yuradi dehqonlar. Yuradi. Biz ham shunga ishonganmiz. Olmani ishlab ichiga kirganimizdan keyin birga ishlaganimizda uni olmada unaqa narsa bo'lmas ekan. Bo'lmas ekan. Uni solkashlikdan chiqarish yo'li bahorda yagana qilish. Yagana qilmasa, yaxshi yagana qilmasa, yildan yilga 1 yil yaxshi solib, 1 yil kamroq soladi. 50% ga ham tushib ketishi mumkin. Masalan, 400 tonna olasiz, keyingi yil 200 tonna ham olishingiz mumkin. Bu aniq-ku. Agar shuni yagana qilmasangiz, bunga qaramasangiz, buni yaganasini bahorda qilish kerak. O'sha kattaroq bo'lgandan keyin effekt bermaydi. O'sha bu o'ylash kerakki, daraxt ham jonli narsada, to'ksangiz keyingi yilga men avlod qoldirishim kerak degan narsa bor bularda. To'ksangiz, yo bizlar to'kyapti, biz olmamiz to'kilyapti. Keyingi yilga avlod qoldirishimiz, kurtakka harakat, shunaqa narsalar bo'ladi-da endi. Endi tushunchamiz shunday bizlardiki, bizlarga ham shunday tushuncha bergan. Endi aytayapmiz endi. Keyin oxirida sepadigan narsamiz shu qizartiradigan Rengal Plus bilan kalsium magniy sepdik. Kalsium magniy buni olmani mahkam qiladi, yerga tushsa ham pachaq bo'lmaydi. To'kilish kamayadi. Hoji aka, gapingizni bo'ldim uzr. Buni navini aytib o'tish kerak. Buni hozir videoda ko'rib, o'zimiz ham birinchi Jeremy deb. Yo'q, bu Jeremy emas. Bularning hammasi Kremson. O'zimiz ham hayron qoldikki, buning effekt berganiga mana Rengal Plusning natijasi. Mana shularni nima qiling? Mana qarang, qorayib ketganini qarang, o chiroyli dog'larini qarang, oppoq. Bu Kremsonga rangi mana qoraganini qarang-da bunda. Mana. Kalibri ham mana qo'limga bemalol nima bo'ladi, katta kichikligi. Demak, bu Hoji aka endi Petrochem Agron bilan ishlab yurgan bo'lsak, biz ishimizni sizga ko'rsatib bilib yengillik kirityapmiz, xudo xolasa. Mana shu narsani aytmoqchimanki, bunga
ortiqcha vaqtida ishlov bersangiz, tagidan ham boshqa tomondan ham ko'p narsa kerak emas. Ha. Buni aytadi-ku, tagidan ber deydi. Mayli bersin, endi imkoniyati bo'lsa bersin. Buni tan narxini ko'tarishimiz kerakki, xarajatni kamaytirishimiz Ha, kerak. rahmat. Tan narx tushirish uchun xarajat kamaytirishimiz kerak. Foydani olish uchun bunga olaveradi bu. Hamma slitrani ham olaveradi, karbamidni ham olaveradi, amofosni ham olaveradi, hammasini bersangiz olaveradi. Lekin o'sha narsani normasida bersangiz, boyagi vaqtida bersangiz, bargidan oziqani bersangiz, o'sha narsalar kamayadi. Kamaytirish kerak. U narsalarni u yer ham nima deydi, o'rganib qoladi, olma ham o'rganib qoladi, boshqa. Bizning agronom bilan ishlaymiz. Agronomimiz bizlarga shunday maslahat beradiki, kam xarajat qil. Ha. Kam xarajat qil. Masalan, 1 yil ko'p xarajat qildik, o'zimizga ham og'irlik qildi. Shuni kam xarajatga olib kelib bering dedim, kam xarajatga olib kelib berdi. Mana shunda olma qilsa bo'ladi, faqat Ana endi e'tibor qolgan kerak. dehqonlarimiz ham shunda bir o'zlariga kerakligini mana olishadi, xudo xolasa. Mana hozir hamma 27 gektar joyimiz tomchilatish chiqarishga o'tilgan. Ha. Tomchilatishga o'tilgan. Mana aytyapsiz, har safar zararkunanda kasallik oldindan o'z vaqtida ishlashga harakat qilaman, shu bilan birgalikda oziqa beraman deyapsiz, qo'shib birgalikda. O'sha oziqalarimiz misol juda katta pulga aylanmaydi aslida. To'g'ri. Ya noto'g'rimi? To'g'ri. Ana katta pulga aylanmaydi, samarasi mana yakunida bilinadi-da buni. To'g'ri. Hosildorlikni ortishi bilan uni sifati, bozorgirligi va hokazo. To'g'ri. Mana demak tomchilatishi afzalligi biz kerakli paytida kerakli mikroelementni shu tomchilatish orqali bera bilamiz. Suvni keragini berib, kerak paytda to'xtata bilamiz. Shunday. Suvdan o'zi iqtisod. Kerak bo'lsa azotli, fosforli nimalardan yana iqtisod. Tomchilatish bilan qilinsa. To'g'ri. Bu mana bitta yangilikka intilish. To'g'ri? To'g'ri. Mana to'g'ri aytyapsiz. Bu xarajatni kamaytirishning yo'lida. Hozir zamonaviy dorilar chiqyaptiki, shu tagidan ham berasiz, bargidan ham berasiz. Qaysi sizga bugina effekt bersa, o'sha bizlarda bargidan yaxshiroq. Yaxshiroq. Bizga bargidan ishlov berish yaxshiroq. Bargidan ishlov bersak, ham yashnaydi, ham o'ziga oladi. Keyin biz kechqurun kechasi sepamiz dorini. Kunduz sepmaymiz. Bironta dorini shu bahor o'zi temperatura 20 dan oshgandan keyin biz faqat kechasi sepamiz. Endi o'sha masalasida Hoji aka, mana siz o'zingiz gapirganingiz bizdan ko'ra nimaroq bo'ladi deb sizga ko'proq nima qilyapmiz. Ana o'sha sepilishi texnologiyasi. Ana apparatimiz, qanaqa apparatda sepamiz, demak, haligi tuman qilib sepilishi va hokazo. O'sha jarayonni ham bir nima qilib o'tsangiz. Dorilarni asosan bizlar 2 tonnalik turbinali Turkiyaning dori sepadigan apparatini olganmiz. Turbina 2 tonnalik. Shamol bilan 500 ming obrotga o'zida bor. O'shani qo'yamiz. Bu olmani shu yoshligida 1000 obrotda ishlov beraverasiz. 1000 obrot sepilishida, tuman qilib sepilishida, tuman qilib shunda hamma narsa shu aylanib hamma tomoniga yetish kerak. Barg ho'l bo'lish kerak. Bargning hamma tomoniga, hosilning hamma tomoniga aylanib yetish kerak. Uni endi 25 dan keyin temperaturadan keyin maslahat bermaydi. Iloji boricha kechasi sepsa effekt yaxshi bo'ladi. Parlanmaydi. Parlanmaydi. U narsa keyin dori effekt beradi. Masalan, bir xillar kunduz sepadi, kunning issig'ida sepadi. 25 dan oshgandan keyin sepadi, keyin effekt bermadi deydi. Dorini sepdim, effekt bermadi. U muammo kelib chiqadi. Qurt o'lmadi, yo kasallik ketmadi deydi. Yo'q, ketadi. U любой dorida ketadi. Faqat temperaturaga qarash kerak. Temperaturaga qaramasa bo'lmaydi. Mana Jahongir aka, kuzatuvchilarimizga shu gapdan kelib chiqib men fikrimni aytmoqchiman. Mana isboti. Men ko'p aytaman, dorini miqdorini ko'paytirmaylik, dorini sepilish tartibini o'rniga qo'yaylik deyman. Jahongir, mana tuman qilib sepiladi deb aytyaptilar. Tuman qilib sepilishi qancha biz aralashtirib sepayotgan preparatimiz parchalansa, shuncha o'simlikka foydasi ko'proq bo'ladi. Effekti ko'proq bo'ladi. Mana isboti, buni qo'li bilan qilib yurgan odam samarasi bo'lmay qolmaydi.
qaysi preparat bo'lganda ham o'shani alohida idishlarda eritib, sepilish muddatini ham mana parlanmaydi deyaptilar. Kunni issig'ida bu bargi da qanchalar miqdordagi tekkan namlik parlanish bo'ladi, isparina bo'ladi. Isparina bo'ladi. To o'ziga singguncha unda yo'qoladi qanchadir miqdori. Sifati pasayadi, to'g'rimi o'ziki? Ana kechki salqinda sepilganda buni bargdagi og'iz tomirchalari ochilgan holat bo'ladi. Biz sepgan narsa mana tuman bo'lib hamma joyiga tegadi. O'sha o'rgimchakkami, o'sha oziqami yoki olma qurtigami yoki kasallikka sepmayapmizmi? Effekti yaqqol bilinadigan darajada bo'ladi. To'g'ri. To'g'ri aytdimmi o'ziki? To'g'ri. Mana shu seminarlarni o'tkazish kerak. Shu takliflarni berish kerak. Oladi-yu, effekt bermagandan keyin dori bermadi. Hafsalasi pir bo'lib qoladi. Pir bo'ladi. Bo'lmayapti. Keyin yana qayta ishlashga to'g'ri keladi. Bu degani nima degani? Endi dehqonga ikkinchi marta zarar bo'ladi degani. Keyin bu to'g'ridan to'g'ri yeyiladigan meva bo'lgani uchun ertaga buni tarkibida yoki hidi yoki nimasi yana u tarafi ham hozir dunyo talab qilyapti. Ekologik toza mahsulot yetishtirib berdi. Hozir sizni xaridoringiz ham shu sersuv bo'lmasa, shu rangi toza bo'lmasa, shu nimasi yaxshi bo'lmasa olmaydi-da. Olmaydi. To'g'rimi? Sifatli bo'lmasa, mijozlar ham olmaydi. Hozir bozor juda katta muammo bo'lyapti. Bo'ladi. Bundan keyin ham raqobat shunday kuchayadiki, olmaning sifatlisi ketadi. Sifatlisi boradi, bozorga boradi. Shuni boyagi agrotexnika ishlarini to'g'ri olib borsa, hamma olma chiroyli bo'ladi. Juda ajoyib bo'ladi. U narsani hozirgi zamonda rang kattalashtirish muammo emas u. To'g'ri agrotexnik xizmatlarni qilsangiz, u rangi ham qip-qizil bo'ladi. Olma ham katta bo'ladi. Hammasini vaqtida qilish kerak. Rahmat. Bizlarda topchasini bergan. O'shani qarab o'tiraman men ham. Qaysini sepish kerak, nimani sepish kerak, oldindan o'zim telefon qilaman. Mana shu to'g'rimi desam, to'xtang, kitobni ochayinchi dedi. Bunda ochadi-da, to'g'ri ekan dedi. Shuni sepamiz, to'g'ri aytasiz. Kalsiy magni o'tib keldi, kalsiy magni sepmagandik. Bil sepdik, effekti zo'r ekan. Zo'r. Olma qattiq bo'lyapti. Yaxshi turibdi. To'kilishgami? To'kishi, mana birinchi o'rinda to'kilish kamaydi. Eng asosiysi. Asosiysi katta hosildorlik biz mevamiz yetilmasdan o'zi qariyb 30% olma to'kilib ketib qolyapti. Pishishga yetib bormadi. To'g'ri. Mana shu shamol hozir mana tagini bemalol ko'rsatishlari mumkin. To'kilish bor. U 1%, 2%, 5%gacha u tabiiy holat bo'ladi. Xudo xolasa, rahmat sizlarga. Juda ajoyib. Petrochem agro fermamizni maqsadi ham shu. Dehqonlarimizga, fermerlarimizga Alloh bildirganicha yondashib turib, ilm bilan biz dehqonchilikni hosildorligini oshirib bersak, bizning maqsadimiz shu. Mana bu takliflarni ham inobatga olamiz. Nasib qilsa, keyingi yilga o'sha biz paketimizda bo'lar. Endi kirgizingiz, bu narsa globalni nomer 1 narsa. Baxmal keyin 1 yil dori olib, 1 yil dori olmay qo'ymaydi-da. Chunki olmasi zo'r bo'lsa, yiliga oladi. Yiliga ishlov beradi, yiliga ishlov beradi. Shu o'rganish kerakki, yiliga shu 400 tonnada men olishim kerak. Men atrofimdagi ham shunday 400 tonnada olish kerak-da. Albatta. Olish kerak. Bu narsalarni kelib, ko'rib, bizning fikrlarimizni o'rganayotganlarimiz uchun katta rahmat. Juda xursand bo'ldik. Mana shu narsalarni e'tiborga olsalaringiz, bundan ham zo'r bo'ladi. Endi men biz ham qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz bu narsani. Elga, yurtga chiroyli chiqsin, zarari kam bo'lsin. Mana shu narsalar birinchi o'rinda boya aytayapsiz-ku, dorilarni o'sha avgust oyidan keyin juda silab beramiz. Mana olmani stressga tushirib qo'ymaslik uchun. Boya kattarishida xalaqit bermasligimiz kerak-da. Stressdan chiqadigan dorisini ham qo'shib beramiz. Yana o'zi olamiz, stressdan chiqaradi. Keyin kuchsiz dori sepamiz. Juda. Bir kun, ikki kunda yo'qib ketadi uni hidi. O'zi ham ta'mi ham boshqa. Lekin zarar kunandalar foizi kam, bu tushunmagan. Hozirgi bir minutda gapingiz bo'ldi. Qo'shimcha qilib ketaman. Vias bilan Rival qo'shib sepildi. Rival ko'proq ishlatdilar. Vias bilan bahorda bir ishladi. Keyin mana Hoji aka o'zi ham taklif berdi. Erta bahorda kurtaklagan payti 300 gram tonnasiga juda kam miqdorda, kam xarajatda tushadi. Lekin mana avgust oyining boshida Vias bilan 500 gramgacha tonnasiga Rival bilan qo'shib ishlansa,
ayni o'sha payti bizlarda mana olmani ustini chizib yeb ketadigan qurt tushadi. Ha. Chunki tamga kirib boshlaydi-da bu. O'sha paytiga o'sha qurtni eng arzon tushadigan va eng zo'r o'ldiradigan dorimiz o'sha Viasplan bilan. Endi rival boyagi stressdan chiqarib, kattarishiga boshqasiga quvvat bo'laversin. Viasplanimiz o'sha narsaga juda yaxshi ishlayapti. Mana 2 yildan beri yaxshi sinab ko'ryapti o'sha. O'rgimchakkanaga yoki shiraga achak edi. O'sha bog'lar. Endi mana aytishyaptiki, yo o'sha mana Ukrainadan keladigan 4 tarkibli bir Zimavet degan preparatimiz bor-da. U moyli, ilgari nitrofin, avifron, shunaqa preparatlar bo'ladi, moylik. Xuddi shunaqa bu ham ana sepilganda qishlovchi zararkunandani o'zi qishlovchi zararkunanda misol kam sonda ketadi. Erta bahorda undan ham 5-10% qishlovdan chiqmasdan tiriga chiqib keladi. Uni biz oldini olib, mana shu preparat bilan ishlab berilganda yoz mobaynida mana bu tarqalish kamayadi. To'g'ri. Bu ham profilaktik ishlovi eng oliy nimasi. Qalqondorlar, qon-biti. Anaqa qalqondorlarimiz bor, shiralar bor, tripslar bor, o'rgimchak, hattoki kasallikka ham, zamburug'lik kasalliklarga bitta 5 tarkibli deyapman-ku, ham zararkunanda, ham kasallik. Ana buni erta bahorda Alloh nasib qilsa bitta ishlab qo'ysak, deyarli keyingi yiliga holatga qarab turib, balkim o'rgimchakkanaga separmiz, balki umuman sepmaymiz. Bo'ladi buni holat. Bo'ladi. Endi oldin olgan har doim yaxshi. O'zini vaqtida, kuzda masalan endi boshlaymiz. Zink, bor, keyin bu NPK. O'shani sepamiz. O'shani sepamiz, xudo xohlasa. Gaplashganimizdek, o'shani sepamiz. Bo'ldi, olmani uxlatamiz. Oltiramiz, qirqamiz. Erta bahorda boyagi shu boyagi anovlari yog'li preparat deyiladi. O'shani bilan. O'sha bilan ishlab beramiz. Ko'p joyda hozir ko'rib kelyapmiz, bir 5-6 ta joyga kirib qo'ydik. O'zaki o'sha Zimavet sepilgan joyni so'rab ko'ryapmiz-da. Qanday sepilgan yili bilan sepilmagan yili farqi desak, o'rgimchakkana kam tushishi, qurtni kam tushishi, kasallikni kamligini Tanolay aytishyapti. Sepilmagan joy bilan sepilmagan joyda ancha farqi bor. Bitta bog'da bir kishining bog'ida ham bir joyda sepilib, bir joyiga sepilmay qolib ketgan joyda ham farqni sezyapti-da. Qishki preparatimiz, boyagi bahorga deymizmi, qishga deymizmi, o'sha tinim davridagi preparatning samarasini ko'rib aytyapti-da. 2 yildan men sepaman mana shuni. Men 2 yildan men sepaman. Ajoyib. Mana kamayapti. Yo'q, kasallik. Xarajat kamayapti. Kasallik yo'q. Mana shu endi Hoji aka shu boya nima qilib o'tdik? Hozir kech kuz. To'g'rimi? Mana olmani bargi. Buni boyaga aytgan nimalaringizni sepilganni natijasi mana shu. To'g'ri. Hech qanaqa kasallik yo'q. Katta. Buni barg qalinligi ham, rangi ham, mana ko'mko'ligi, mana haligi avvalo organik bor-ku, gumi fulvigi 80%. Ham juda cho'ntak bo'lib, ham mana o'simlikni bargini ham o'simlikka bo'lgan gumini va fulvik nimalarni qoldirib beradi. Avvalon sepdim. Shu ham ishlatilgan o'sha. Avvalon bu juda ana foydasini bildik bu narsani. Bu kitobi bo'lmasa, broshurasi bo'lmasa, yo agronomimiz aytmasa bilmas edik. Bu narsani ko'ramiz, kitobi bor, kitobiga qaraymiz, qatorini o'qiymiz. O'shani yana ham mukammallashtirish kerak, o'shani oddiy joydar qilib tushuntirib qo'yish kerak. Qaysi vaqti? Mana chiroyli tushuntirilgan. Mana hali bahorgi vaqti juda zo'r. Gullayotgan vaqti, gullagandan keyin vegetativ davr bo'ladi, shu o'sish davri. Keyin kuzda hammasini shu nomi bilan yozib qo'yish kerak, dorilarni hammasini odamlar bilish kerakki, shu oddiy holatda bilish kerak, shuni sepishim kerak. Har 15 kunda, uzoq bilan 20 kun, juda cho'zilib ketsa 20 kun, lekin vegetativ o'sha qurt, boshqa zarar kunandalar tushishi 15 kun. Uning ham endi issiqlikqa qaraydi, bu yerlar salqin bo'lgani uchun 20 kun bo'lsa ham bo'ladi. Issiqroq joylarda 15 kundan oshish kerak emas. Bu rivojlanadigan qurt ham temperatura
issiqlikka Rol qaraydi. o'ynaydi. Rol o'ynaydi bu Ha, narsa. albatta. Bu 20 kunga bu yerlarda bemalol cho'ziladi. Ha. Kechki salqin bo'lgandan keyin u quyosh chiqib harakatga kelgancha u 6 soatda u hech narsa ham o'smaydi o'zi. Harakatga ham kelmaydi. Juda ajoyib. aka. Bizga ishonch bildirganingiz uchun Rahmat. Xursandmiz sizlar bilan ishlayotganimiz. nomidan ham Rahmat. bo'lamiz. Rahmat. Alloh xonamga juda xursand Xudo bo'ldim. baraka bersin. Bizlarni e'tibor berib kelibsizlar. Ulug' yoshlaringizni kichkina qilib juda xursand bo'ldim. Mana sizlarning natijalaringiz bu hammasi sizlar bergan narsalardan. Mana Alloh rozi ajoyib. bo'lsin. Rahmat sizlarga. Xursand bo'ldim. Hamkorligingiz ham doimiy bo'lsin. Rahmat. Undan buyog'iga ham yana hosillar yuqori bo'laversa, biz ham yana xizmat qilaveraylik. Ko'p Rahmat hosil o'ziga. olishga harakat qilishimiz kerak. Albatta. Sizlar bilan bizlar Albatta. harakat qilamiz. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling.